Assalamu alaykum. Siz görüp turganlar. Videonu joy olaman deb yurgan adamlara danışlarınıza taşlap koyasız. Şu yerda satıladigan ikki qo'sha joyimiz bor. İkkisini proyektdan başlayıp bir xil ishlardan ko'rsataman. Bu tashqi tomondan ko'rinishi, o'tadigan yo'l, oldi kengishlik maydon. Har bir joyimiz umumiy 30 sotikdan yer maydoni bor. O'rtada ko'rinib ketadi. Bu polni bir yerdan arkayana nav o'tirsangiz ham o'tib ketadi. Bu arkayanimiz kengishlik maydon, ekilib turgan yer maydon. Suvundan muammo yo'q. Ana ko'rib turgan bo'lsanglar, arkayanda ko'prik ko'rinib turibdi, kanal o'tib turgan yer. Karpsavutning arqa tomoni. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tuman Tozabog'da. Mo'ljal Karpsavut 14-brigada degan bo'ladi bu yerni, 6-brigada degan bo'ladi, 11 degan. Karpsavutning arqa tomonida. Joyning ichki ko'rinishlari polni ustlari og'och bilan bosilgan, og'och reka bilan qoqilib, qamish bilan bosilgan. Üstten suva bo'lib turibdi. Ayna eshik qurilmagan. Fundamenti yaxshi. Polni chegani üstüne salıngan. Xanalarning ichi, xanalarimiz ham katta-katta qilib olingan. Qalaman degan adam bo'lsa kelsa, içinde yana kelishadigan yerlari bor. Xananing ishlarini ko'rsatib o'taman. O'ng qo'lda bir xona, endi ikkinchi xona ayvonning ichida. Xanalar hammasi kengishlikda. Hazat yashaydigan yer. Aqtiqlarni ham olib, bolalar bilan ham qiynalmaydi. Men ikki xonamiz spalniy xona, o'rtada bir ko'ngrepesh qursangiz ham bo'ladi ana ish. Ko'ngrepesh uchun joy ajratilgan. Yana ikki spalniy xona. Tek bu yonimiz oshxona. Bu yon orqadan chiqib ketadi. Bu oshxona. Oshxonaning ichida de neyimiz bor ine. Banyasi ham katta qilib olingan. Polni katyolni, banyani, dushni, tualet, sanuzel hamma narsani qo'ysangiz bo'ladi. Kir mashina, xolodilnik. Bilasiz? Tek joyimizning bahasi $20,000 pul aytilib turibdi. Bahasi kelishadigan yeri bor. Telefon nomerlar 97 dan 349 02 42. Telefon urib kelaverasiz.